Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hozir bitta zo'r arzon variant chiqib qoldi. Yashnobod tumanidamiz. Shundoq Parkinskiy bozori, bu yog'imizda Armyanskiy dvorik, ro'paramizda, yonimizda esa Jiguli bor. Bir xonali uyimizda high-tech stilda qilingan studiyniy formatdagi, yana qo'shimchasiga mebel texnikalari bilan sotilyapti. Undan tashqari arzon narxda. Bilasizlar, agar arzon narxda uy chiqib qolsa, erinmasdan Toshkentning chekkasida bu chekkasiga boraveramiz. Glavniy siz uyingiz arzon bo'lishi kerak. Uning uchun siz bizga aloqaga chiqishingiz kerak. Xonadonimizga ham 40 ga uramiz. Xonadonimiz minimalizm va sifat bilan qilinganiga bitta urg'u beramiz. 40 ga urishimizda bu yoqda sauzilimiz bo'lyapti. Xonadonimizning umumiy maydoniga keladigan bo'lsa 35 kvadrat metrni tashkil qiladi. Mana shkoflari, o'zingizga kerakli narsalaringizni mana shu shkofga qo'yaverasiz. Xonadon boya aytib o'tganimdek 35 kvadrat metrni tashkil qiladi va shu kvadrat metrga qaranglar qanaqa narsa qilingan. Prям kirib yashasa bo'ladi. Bu yog'imiz mana spalniy zona bo'lyapti. Bemalol yotib, dam olib yashasangiz bo'ladi. Mana bunaqa перегородкаlar qilib qo'yilgan. Uning uchun qaranglar, qancha rasxod kam misol uchun. Qanaqangi chiroy bergan bu yerda. Endi bu yoqqa o'tib kelaveramiz. Bu yoqqa o'tganimizda уже studiya bo'lyapti. Original studiyalar mana shunaqa bo'ladi. Kichkina, ixcham va sifatli. O'zingizga eng kerakli narsalarni shu yerda jamlashtirgansiz yashashingiz uchun. Endi bu yog'imiz mana qaranglar, oshxonasi bo'lyapti. Oshxonada bemalol ovqatingizni tayyorlab, o'sha mana yerda shu vaqtingizni bemalol o'tkazaverasiz, choy poyingizni ichib, mana kreslo divanlar. Bu uyda unaqa mehmon kutilmaydi. Mehmon kutaman desa, bunaqa joylarda mana yerda kafelar bor. Bu lokatsiyasini o'zi katta gapda, bu Parkinskiy Yashnobod tumani Armyanskiy dvorikka ro'parasida joylashgan. Yana orientir uchun bu yoqda o'zi Jiguli kafe bo'ladi, pastda o'zi Shampanskiy zavodida adashmasam. Xullas umumiy maydoni 35 kvadrat metr tashkil qiluvchi ixchamgina Evroremont mebel texnikasi bilan bo'lgan xonadonimizni narxiga keladigan bo'lsa, $48,500 so'ralyapti. Bu atrofda buni qo'yila kamida 55 ming narxda turadi. Biz esa eng arzonni siz uchun topib qo'yganmiz. Kanalimizga like bosib, podpiska qilishni unutmang. Sizlar bilan uy topida xayr salomat bo'ling.